Assalomu alaykum. Qani ko'ramiz-a, tog' echkilarini avgust oyida nimalar kutilyapti? Umumiy energiya. Hop, Lenormand kartasidan birinchi energiyasini ko'raylik. Avgust oyi kozeroglarimizga qanaqa energiyada kelgan? Tak, bu bilasizmi, judayam beg'uborlik kartasi. Mm, Qanaqadir bir yengillik bo'ladi. Lekin siz hamma vaziyatga sovuqqonligi bilan qaramasligingiz kerak. O'zingiz ham pozitivniy, kulib turadigan, ko'nglingiz ochiq, xursand bo'ladigan, pozitivniy energiyada bo'lishingiz kerak bo'ladi. Qalbingizdan, hayotingizdan yomonliklarni chiqarib tashlashga harakat qilishingiz kerak bo'ladi bu oydan. Xo'p, asosiy energiya tarot kartamizdan nimani ko'rsatadi ko'ramiz-a? Kolesnitsa, harakat, shijoat, faqat oldinga qarab harakat qilish. Balki ba'zida sizlarga dushmanlar bilan kurashishga, o'z mana shu yo'lingizda to'siq bo'ladigan omillarga, odamlarga qarshi chiqishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Lekin shundoq ham o'zingizni kayfiyatingizni, odamlar bilan bo'ladigan xushmuomalangizni yo'qotmasligingiz kerak bo'ladi. Ishlaringizdagi holat. Ishlarda ozroq charchoq, qiynash mumkin, uyqusizlik, doim o'zingizni horg'in his qilishingiz mumkin. O'shanda siz yaxshi odamlar bilan yaxshi energiya almashib turishingizga to'g'ri keladi ishlaringizda. Va devatka chash. Bu oyda iloji boricha pozitivniy odamlar bilan, pozitivniy ishlar bilan shug'ullanishga harakat qilinglar. Shaxsiy munosabatlarda nima kutilyapti? Влюбленный выбор kartasi. Aqlingizdagi inson bilan to'g'ri munosabatlarda, yaxshi munosabatlarda, odilona munosabatlarda bo'lishingiz kerak. Ya'ni to'g'ri munosabat qilishingizga to'g'ri kelib qoladi. Bu demoqchimanki, ko'p narsani siz inobatga olib, yaxshi tarafga yondashishga, munosabatlarga yaxshi yondashishga to'g'ri keladi bu oyda. Qanaqa voqealar ro'y berishi mumkin? Sabrli bo'lishingiz ham kerak bo'ladi. Jahl qilmasligingiz kerak bo'ladi bu oyda. Pul taraflama ayniqsa, pul bilan bo'ladigan ba'zi bir xarajatli ishlarda jahl qilmasdan, sabr qilib o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Qanday yakunlashi mumkin bu oy sizga? Yangilanish oyi. O'zi aslida sizga yangilanish nimada? Atrofingizdagilar bilan, atrofingizdagi insonlar bilan yangilanish, yangi do'st orttirasiz. Yangi tanish bilishlar orttirishingiz mumkin bu oyda. Orakulimizdan maslahat munosabatlarga deb olamiz. Orakulimiz nimani ko'rsatadi? Aqlsizlik qilmasligingiz kerak. Lekin sizga aqlingizdagi insondan munosabatda juda ham ko'p e'tibor xohlaysiz. Uni diqqat e'tiborini xohlashingiz kerak. Mumkin. Lekin siz diqqatingizni aqlingizdagi insondan mehr ko'rishda emas, uni kutishda emas, balki hamma narsani o'z yo'liga qo'yishingizga to'g'ri keladi. Разбитое сердце. Ancha-muncha aqlingizdagi insondan ko'nglingiz qolib, sovib, munosabatlarda ancha-muncha sovuqlik, tushunmovchiliklar kirib kelishi ham mumkin. Shunaqa ochirim bo'ldi. Tog' echkilariga sog' bo'lasizlar. Shifoli ochirim bo'lsin sizlarga.